Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Xudo xolasa mana zakotobga jarayonini videoobzor qilamiz. Ko'rganlaringizdek, bu to'yxonani tomi 26 metrga, uzunasi 55 metrlik to'yxonamizni tom qismini qilyapmiz. O'rta ochiq qoladigan qismi 12 metr. 6 metrdan ikkita yoni ikkinchi balkon tarafi bor. Qolgani shapkasi chiqadi, xudo xolasa. Mana ko'rib turganlaringizdek, juda baquvvat, juda chiroyli holatda bo'lyapti. Baquvvatligi tayi ham двойной, tepasi ham двойной holatda ketyapti. Katta kichkina obyektlar bo'ladigan bo'lsa, xudo xolasa, to'yxonalar tomi mini stadionlar bo'ladigan bo'lsa, shunday holatda qilinadi, baquvvat holatda. Mana ko'rib turibsizlar. Fermalarimiz baquvvat двойной bo'lganligi hisobiga xudo xolasa baquvvat holatda bo'lyapti. Endi buni ustiga qandil-pandil, shifer yopadi. Xudo xolasa endi pataloylari, dipsagardon, bu narsalar qo'kar ekan. Uzog'i bir 70 tonna atrofida yuk chiqadi. Xudo xolasa o'sha chiqaradigan yukini xudo xolasa ko'taradigan qilib baquvvat qilib beryapmiz. Xizmatlarimiz O'zbekiston bo'ylab. Bu ishimiz hozir Surxondaryoda bo'lyapti. Ko'rib turibsizlar, mana juda baquvvat holatda, mustahkam holatda bo'lyapti. Taylari ichlari ugovnidan bo'lyapti. Tepa pasti korobkaning ichlari ham ugovnidan bo'lyapti. Asosiy uzun to'sinlari katta gabaritli temirdan bo'lyapti. Xudo xolasa baquvvat holatda. Kimga shunaqa ishlar kerak bo'ladigan bo'lsa, tag qismida nomerlarimizni qoldiramiz, telefon qilaverasizlar. Video yoqqan bo'lsa bittadan like bosib qo'yasizlar.